Ulfating, do'sting, tanishing, sen ishongan kishi, suyangan kishi har doim yoningda bo'la olmaydi. Juda ham kerak bo'lgan paytda safarda bo'lib qolishi mumkin. Juda ham senga kerak bo'lgan paytda kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Telefon qilsang, telefon o'chib qolgan bo'lishi mumkin, zaryad o'chib qolgan bo'lishi mumkin. Odam bolasiga suyanma. Nusrat Alloh tomonidan keladi. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, birodarlar, boshqa narsaga parvo qilmaymiz. Alloh bizni yaxshi ko'radi, bizga yordam berishni istaydi, faqat narxini to'lashimiz kerak. Qiyin kuningizda siz ishongan do'stingiz, siz ishongan tanishingiz yoningizda bo'lmay qolishi mumkin. Ammo Alloh doim siz bilan birga. Samolyotdami, kemadami, uloqdami, yerdami, tog'dami, osmondami, suvdami, Alloh biz bilan birga. Telefoningiz ishlamaydigan joyda ham Alloh siz bilan birga bo'ladi. Set tortmaydigan joyda ham Alloh siz bilan birga bo'ladi. Batareyangiz o'tirib qolganda ham biror muammo bo'lsa darrov nima qilamiz? Telefonni olamiz, kimga chiqsam ekan deb. Qarangda, shu Alloh o'zing yordam ber, o'zingga tavakkal qildim, o'zing ko'mak ber deb turib qaraysizmi yo sirasiz telefonga qaraysizmi? Mana qayerda vapros.